Tezda ko'ring, Toshkentda havoni namlantiruvchi qurilma sinovdan o'tkazildi. Assalomu alaykum azizlar, Kun xabar kanaliga xush kelibsiz. Agarda kanalda yangi bo'lib turgan bo'lsangiz, videorolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Toshkentda 25-noyabr kuni havoni namlantiruvchi qurilma sinovdan o'tkazildi. Poytaxt hokimligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, yirik megapolislarni ekologik modernizatsiya qilish, xalqaro tajribalari o'rganilib, changlarishni kamaytirish va havo sifatini yaxshilash bo'yicha zamonaviy yechimlar joriy etilmoqda. Shahar ma'muriyati jamoasi suv mikrozarrachalarni uzoq masofalarga purkovchi dispersiya qurilmasini sinovdan o'tkazishga kirishdi. Bu poytaxt sharoitiga moslashtirilgan innovatsion vositalardan biridir. Ushbu uskunani o'rganish uchun dastlab Olmazor tumanidagi Taxtapul massivida joylashgan birinchi sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasi tanlandi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.